Yorilib ketishiga ozgina qolibdi-yu. Bo'ldi, yoping aka. Ko'z nazarimda mana shu tepada ichkarida qolib ketgan shekilli. Ona qo'limga nima bo'ladi? Siz 5 daqiqa ko'p emas, o'zingizni shu insonning o'rniga qo'yib tasavvur qila olasizmi? Juda og'ir. Tashqi ko'rinish mayli, tanada kechayotgan og'riqni aytmaysizmi? Zudlik bilan bu insonni hozirgi kunda Hindistonga jo'natishimiz zarur. Ko'rib turibsizlar, bir tomon yuz shishib ketgan, ko'z yo'qolib ketgan, bu o'simta chiqqan hisobiga. Videoni davomini ko'rishdan oldin 100 ta eng yaqin insoningizga bu videoni jo'nating, videoni istoriyaga qo'ying hamda kommentariyada saxovatli insonlarni chorlang. Azizlar, bugun biz Jizzax viloyati Paxtakor tumaniga kelganmiz. Akani ismlari Sherzod aka, 40 yoshdalar. Ahvolni ko'ryapsizlar, bir tomon yuzlarida o'simta paydo bo'lgan. Hozirgi kunda Hindistonga operatsiyaga borishlari kerak ekan, kasallikning ikkinchi bosqichida. Nima deyishyapti? Ona qo'limga nima bo'ladi? Ayollar nomiga ochilgan kartalar bor. Birinchi karta agar limit desa, pastdagi kartalarga o'tkazishga harakat qilinglar. Ko'pincha kartalar limitga tushib qolyapti. Limit desa agar kechqurun soat 12 dan oshganda ehson qilishinglar mumkin. Azizlar, Hindistonda operatsiya uchun 20 mingdan 25 ming dollargacha mablag' so'ralayotgan ekan. Kasallik ikkinchi bosqichga yetib kelgan ekan. Bilasizlar, agarda 4-bosqichga yetib borsa, o'simta kattalashib ketadi, yuzni qolgan joylarini ham egallab oladi. O'sha Hadichaxonning kasalligiga o'xshab qoladi. Kelinglar, birgalikda yordam qilaylik. Agar 4-bosqichga yetsa, hattoki og'riqni qoldiradigan morfin ham yordam bera olmaydi. Kelayotgan chorshanba kunida videoni natijasini chiqaramiz. Kechalar uxlamayman. Endi nima bo'ladi? Nima qilishni bilmayman. Qo'limdan hech narsa kelmaydi.